Agar sizning ikkita do'stingiz pianista bo'ladigan bo'lsa, uchinchisi siz bo'lasiz. Agar sizning ikkita do'stingiz fohishaboz bo'ladigan, turli xil joylarga, fohisha ayollarga borib yuradigan bo'lsa, ularning ham uchinchisi siz bo'lasiz. Agar sizning ikkita do'stingiz narkoman va qimorboz bo'ladigan bo'lsa, afsuski ularning ham uchinchisi siz bo'lasiz. Negaki ulug'larimiz inson do'stining dinida bo'ladi deganlar. Ya'ni do'sting kimligini ayt, men seni kimligingni aytaman deganlar. Shunday ekan, kimlarni do'st tutib yurganingizga, kimlar sizni do'stim deyotganligiga va siz kimlarni do'stim deyotganligingizga jiddiy e'tibor qarating. Negaki Luqmoni Hakimdek inson o'g'liga go'zal axloq tarbiya berish bilan birgalikda uni atrofida yig'ilgan turli insonlardan ogohlantirib, do'stlaringizdan voz keching degan. Ya'ni siz ularni to'g'rilay olmaysiz. Men ularni to'g'ri yo'lga boshlayapman, ularga turib beraman deb o'zingizni aldamang. Do'stlik degani bu turib berish, poddershka qilish emas. Sizga yaratgan egamni eslatadigan insonlar bilangina do'stlashing. Zotan ulug'larimiz aytganlaridek, do'sting qarg'a bo'lsa, yeganing axlat bo'ladi deganlar. Do'stlaringizni bir taftish qilib qo'ying. Ya'ni o'zingiz uchun aniqlashtiring. Esingizdan chiqarmang. Shaytonga do'st bo'lganlarning boradigan joyi aniq.